Mana bugun sizlar bilan birga shunaqa mazali qulupnayli muzqaymoqni birgalikda tayyorlaymiz. Juda ham zo'r chiqadi. Qani bo'lmasa boshladik. Qulupnayli muzqaymog'imizga kerak bo'ladi 12 dona qulupnay, 400 ml slivka 20% dan foydalanamiz. Agarda slivkamiz 35% bo'lsa, 500 ml slivka solamiz. Menda hozir 20% bo'lgani uchun 400 ml 20% slivka va 45% qaymoqdan 100 gram solmoqchiman. Hamda quyultirilgan sut 150 gram quyultirilgan sut solamiz. Birinchi bo'lib ishimizni slivkani, qaymoqni idishimizga solamiz. Mana slivkamizni bo'shatib oldik. Endi bo'lsa qaymog'imizni 100 gramni solamiz. Mana qaymog'imizni ham soldik. Endi buni ustiga quyultirilgan sgushyonkani solamiz 150 gramini. Mana quyultirilgan sutimizdan 150 gramchasini solamiz. Endi bo'lsa buni qoshiqda yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana aralashtirib oldik qoshiqda. Endi buni muzxonaga yarim soatga ustiga strech yopib qo'yib qo'yamiz. Mana ustiga strech qildik. Endi xolodilnikni morozilkasiga qo'yamiz. Mana oradan yarim soat vaqt o'tdi. Morozilkadan oldik massamizni. Endi buni mikserda aylantiramiz. Mana mikserda yaxshilab ko'pirtiramiz, qattiq massa hosil bo'lguncha. Mana massamiz anchagina quyildi. Endi bo'lsa qulupnayimizdan 8 ta donasini olib, bo'laklarga bo'lib, uni ham solamiz. Qulupnayimizni teng o'rtasidan bo'lamiz va uni yana ikkiga bo'lib to'rab olamiz. Qulupnaylarimizni hammasini to'rab oldik, o'rtacha kattalikda. Endi buni massamizga solib aralashtiramiz. Mana soldik, endi aralashtiramiz. Mana endi bularni tayyor massamizni konteynerimizga solamiz. Mana konteynerimizga soldik. Endi buni ustiga qulupnay bilan ozgina bezab beramiz. Mana muzqaymog'imizni chiroyli qilib bezaklar bilan, qulupnaylar bilan bezatib oldik. Endi buni ustini yopib, muzxonaga 6-7 soatga yaxlatishga qo'yamiz. Mana mazali muzqaymog'imiz tayyor bo'ldi. Endi buni chiroyli qilib idishlarimizga solamiz. Bir chetdan. Hozir endi o'zini qoshiqda chiroyli qilib idishlariga solamiz. O'sha 7 soatda tapa-tayyor bo'lar ekan. Mana ust tarafi bemalol o'zining qoshiqchasida ololmaymiz, lekin telar shunday yaxdek bo'lib qotgan. Shuning uchun hozir ust tarafini hammasini olamiz. Mana orasida qulupnaylar shunaqa chiroyli bo'lib ko'rinyapti. Mana qulupnaylari ichida shunaqa zo'r bo'lib, xuddi svejidek turibdi. Juda ham mazali zo'r bo'lgan. Mana idishiga chiroyli qilib solib, suv yong'oq bilan, qulupnaylar bilan bezatdik. Juda ham mazali zo'r bo'lgan. Mana shunaqa qilib o'zimizning uy sharoitida ham mazali muzqaymoq tayyorlashimiz mumkin. Qilib ko'ringlar. Albatta sizlarda ham o'xshab chiqadi. Agar retsept yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarda uchrashguncha.